Barchaga bugun eha protokol ikkinchi qismi haqida gaplashamiz. Bu qismda fraksiya vibrasi hamda bo'lmacha va qorinchalar o'lchami hamda hajmlari haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Ushbu ma'lumotlar echokardiografik 4 kamerali apikal kesma yordamida olinadi. Bo'lmasa boshladik. Qolgan joyimizdan boshlaymiz, ya'ni left atrium va right atrium. Ya'ni chap bo'lmacha va o'ng bo'lmacha. Chap bo'lmacha va o'ng bo'lmachaga ikkitadan razmer olamiz, ya'ni bo'ylama va ko'ndalang o'lchamlar olamiz. Bunda 4 kamerali kesmada bo'lmachalarimizni maksimal diastoli holatiga keltiramiz va ko'ndalang va bo'ylama ko'rib turibmiz. Ko'ndalang va bo'ylama o'lchamlar olinadi. Undan keyin right ventricle, ya'ni o'ng qorinchamizga o'lcham olamiz. O'ng qorinchamizga hajm olinmaydi, chunki o'ng qorinchamiz chap qorinchani o'rab olganligi uchun hamma devorlari yaxshi ko'rinmaydi va hajm olganimizda noto'g'ri chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun ikki xil o'lcham olamiz, ya'ni bazal va o'rta sredniy qismlardan o'lcham olamiz. Bundan keyin chap qorinchamizda hajm o'lchaymiz. Bundan oldingi mavzuda gaplashganmiz. Chap qorincha o'lchamlari haqida ma'lumotga ega bo'lganmiz. Endi bugun hajmlari haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Birinchi bo'lib end-diastolik volyum, ruschasiga kdo, o'zbekchasiga esa oxirgi diastolik hajm deb ataladi. Buni 4 kamerali kesmada chap qorinchamizni maksimal kengaytirilgan holatda o'lchaymiz. Xo'p, o'lchab yozamiz. O'z apparatimiz Simpson metodi bo'yicha o'lchab yozadi. Masalan, o'lchaganimizda 140 ml chiqdi. Bundan keyin sistola holatiga keltiramiz, ya'ni end systolic volume yoki ruschasiga KSO deyiladi. Chap qorinchamizni maksimal qisqartiramiz va bunda shunda chap qorinchamizda qancha qon qolib turganini ko'rsatadi. Masalan, 50 ml qon qolyapti. Endi shu KDO va KSO, ya'ni oxirgi diastolik hajm va oxirgi sistolik hajmdan fraksiya vibrasini hisoblashimiz mumkin. Ya'ni diastoladan sistolani, diastolik ob'yomdan sistolik ob'yomda ayirsak, bizga udarniy ob'yom chiqadi. Ya'ni dastlab 140 ml qon bor edi yurakda va qisqargan paytda 50 ml qoldi. Shu paytda 90 ml qon yo'qotdi. Ya'ni 140 dan 50 ta ayirsak 90. Endi shu yo'qotilgan qonni dastlabki hajmga bo'lsak, bizda fraksiya vibrasi kelib chiqadi. Ya'ni 90 ni 140 ga bo'lamiz, 64,3%. Excel programmamiz o'zi chiqarib beradi. Agar mabodo Excel programmamiz bo'lmasa, shu holatda hisoblashimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Normada 52% dan baland bo'lishi kerak.